kamerachimiz Shahobiddinning texnik qurollarini sozlashga yordam beryapmiz. Quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi deydi. Ana nima deydi? Ozuqang yaxshi bo'lsa, samaradorlik ham shunga yarasha bo'ladi. Xudo xolasa, tanlovda adashmang. Ideal agrarning harakati faqat sifatli videolarga emas, sifatli mahsulotlarni yetkazib berishlikka. Keyin yana bitta narsani eslatma qilib qo'ymoqchimiz. Ba'zi joylarda eshitib qolyapmiz, bizlarning ideal ko'rim mahsulotlarimizni nima deydi? Poddelka qilishga harakat qilayotganlar bo'lyapti ekan. Ideal ko'rim, ideal agrarning mahsulotlari hammasi patentlangan. Ideal agrar ham ancha mehnat qilyapti. Xalqqa foydamiz tegsin. Shuning orqasidan hammamizdan foydali bo'laylik, foydalanaylik deb harakat qilinyapti. Shani boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Agar hamkor bo'lamiz deganlarga ochiq yo'llarimiz, telefon qilingizlar. 2442 nomer doim ochiq, call center qilingan. Hamkorlik taklif qilingan ochiq hammamizga. Agar biz tarafdan qanaqa yordam kerak, qo'llab-quvvatlashlik kerak bo'ladigan bo'lsa, biz ham tayyormiz. Hammamiz ham nima deydi? Manfaatli bo'ladigan imkoniyatlarni harakatini qilyapmiz. Shu og'ala. Biz sizni qo'rg'oningizga kirib olib, biz sekin videolar olib boshlab Mayli. Ozmoz tanishtirsa endi. Xo'p, men ham hozir Farangiz opa bilan hozir tanishaman. Lekin opa ideal ko'rimni anchadan beri tanir ekanlar. Hozir fosh bo'lib qoldi. Asli ukamizga opa tavsiya qilgan ekanlar boshida. Endi video qilishga ruxsat bo'lganligi uchun avvalambor o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xalqimizga hamma joyga foydali bo'lsin, xudo xolasa. Endi nima desam ekan? Ozmoz biz endi harakat qilyapmizki, nima deydi? Xalqimizda hozir shunaqa asosiy chorvani soni xalqda, ya'ni oilalarning qo'lida. Bitta, ikkita sigir, 5 ta sigir, 3 ta sigir yoki bittasi almashib turadi, bitta ko'payadi yoki yo'qoladi, yana kamayadi. Shunday qoladi. Endi bizlar imkon boricha ideal agrar shunaqa ishlashga harakat qilyapti. Ham kichkina xo'jaliklarda ham 100 ta, 200 ta, 500 ta, 1000 ta sog'in sigir bo'lgan, buqachilik bo'lgan xo'jaliklarga ham birda maslahat yetkazib borib, shu chorva rivojlanishiga harakat qilyapmiz. Endi xudoga shukr yomon bo'lmayapti. Ideal agrar 2023-yili ishni boshlagan bo'lsa, juda ko'pchilikka tanildi, juda ko'pchilikni hojatini chiqaryapmiz. Xudo xolasa. Shu bola bo'lgan o'zi asosiy hammani kallasini o'zib yurgan. Shu bola sababchi bo'lib turib, ideal ko'rim mana shu xonadonga kirib kelgan. Zangiotadagi tochkamiz ko'pchilikka xizmat qilyapti. Allohning o'zi baraka bersin bu nimaga. Siz bu kishining tavsiyasi bilan akamiz ispitaniya qilib ko'rganlar. Mana shu mikserda hozir meni hayron qoldirgani, qachon, necha yil oldin olib keldingiz? 2 yil oldin. 2 yil oldin kelgan. 2 yil oldin ideal agrar hali ko'pchilikka mikserda yem tayyorlab berishni o'rgata olmay yurgan bo'lgan. Bilmayman qanaqa bu fikrga kelganlarini tushunmadim men ham, bilmadim. Mana yaqinroq olib keling. Ideal agrardan ideal yem, ideal ratsion deydi-ku. Mana shunday chiroyli qilib tayyorlab berilgan. Hozir Ulug'bek akamiz ham ko'p mana shunday qilib o'lchab ko'rsatib beradilar. Sekin yoyilsa ideal bo'ladi deb. Meni o'zim shaxsan fikrim, dag'al oziqani tarkibdagi dag'al oziqani namligi zo'r, faqat tarkibdagi yem, qo'lga yopishib qolayotgan yemni his qilayotganim namlik sal kamroqqa o'xshayapti yem o'zida. Balki hozir endi tayyorlangan bo'lsa, sal turib 1-2 marta aralashgandan keyin yemni tarkibiga ham namlik so'rilib qolishi mumkin. Amaki, siz ismingizni so'ramadim. O'ktam. O'ktam aka. Bu 2 yildan beri shunday prinsipda berasiz. 2 yilda shunday tayyorlab berib yotibsiz. Bunda hozir tarkibida nimalar bor endi buni? Ideal ko'rim bor. Dag'al oziqadanchi? Paxta shirotlar bor. Paxta shiroti u mana bu nimadachi? Hozir ko'rayotganimiz tarkibdagi bunda o't, somon bor. Beda bor. Somon, beda. Somon, beda, keyin mana bu makka paya bor. Makka poyasi. Uni ham maydalab berasiz. Maydalaymiz, ha. Kuniga 2 mahal berasiz. Yo'q, 3 mahal beraman, lekin bir maydalayman, 3 mahal beriladi. 3 mahal molga oldiga 3 mahal yetib solaman. To'kkaningiz 3 mahal. 3 mahal. Shunda hozir sog'in sigirlarimiz soni 3 ta dedik, ha? Hozir 5 tasi bir hafta ichida kirib keladi. Yangi tuqqanda qoladi. Bu hozir shunda 3 ta sog'in sigirga qancha tayyorlab beryapmiz? Kilogramda o'lchaysizmi, qanaqa qilasizmi? Kilogramda o'lchayman. 12 kilo ideal ko'rim beraman.
12 kilogramm bo'lsa 4 kilogrammdan hisoblanadi. Ha. Shu keyin 3 kiloni granulasi bor, uni Ha. qo'shaman. Aha. Shu 15 kilo qilib beraman. Ha. Hashaka aralashtiraman faqat. Hop, paxta shiroti-chi? Keyin paxta shirot где-то bir 3 kilo atrofida qo'shaman, Ha. 3 kilo betaga qo'shaman, tamom. Ha. Shunda bir kunda bir boshqa necha kilogramm yemdan to'g'ri kelyapti, yemmi o'zi? Yemni o'zi hozir qarang. 2 kilo, 4 kilo. Keyin men u sog'in vaqtda yana o'tib beraman-da. Ha, ha, ha. Unda u yog'i bu yog'i hisobi bir boshga 10 kilogrammdan yem to'g'ri kelyapti. где-то 10 kilo Bir boshqa bir kunga. 10 kilo ketmaydi, где-то 8 kilolar ketadi. 8 kilo ketadi. Hozir bitta video kadr olishidan ham oldin bir aka Bektam aka bilan gaplashib qolganimiz. Aka hozir aytyapti, yarmini ideal ko'rinma yemmi? Yarmini boshqa yem turlarini aralashtirib beramiz. Paxta shiroti va hokazo va hokazo. Endi hozir gaplashib qolganimizdan keyin akam o'zlari ham qiziqib qoldi. Ertadan boshlab o'sha ideal ko'rinma 100% ga olib chiqaman deb ispitaniya qilib ko'rmoqchilar. Ya'ni boshqa yem turlari sekin-sekin bir endi ratsion anaqa qilib. o'zi mendan ham yaxshi bilar ekansiz. Buni birdaniga chiqarib yubormaysiz. Qaror bo'lmaydi. Ha. Karmoviy stress. U bizga o'zi gruppaga qo'shilib ancha o'rgatsangiz ham bo'lar ekan malakangizga, mashallah barakalloh. Endi hop, bu yerda qiziq bo'ladigan joyi ideal ko'rinma kirib kelishidan oldin necha litr sut bergan? Hozir 3 ta sigirimizga. Keyin hozir qancha beryapti yoki maksimaliga qancha bergan? Shu ideal ko'rim bermasdan oldin где-то 28, 30, 32, 33 shunday bo'lganda. U degani Bir sog'inda. Bir sog'inda. Ha, ha. Shunda Endi bir sog'inda bir molda taxminan 8 litrdan 11 litrgacha bergan. Shu atrofda bo'lgan. Aha. Hozir ideal ko'rimdan keyin yaqinda 41 ga ham chiqqandan bir 2 hafta 40-41 ham bo'lgan. Ha, bir boshqa. Ha, aka hozir aytdim-ku, sariq kunjarak kelgandan keyin, boshqa shirot qo'shilgandan keyin Ha. buni ham yemay qoldi. Bir hidi bo'lganmi unda, boshqa bo'lganmi? Bilmayman ekan. Ha, xullas ratsion buzilgan. Ratsion buzildi keyin. Hozir mana 3 kun bo'ldi, endi o'ziga kelyapti. Shu yerda ham bitta hozir aka urg'u berayotgani ratsion, ya'ni mol ozuqadan xursand bo'lmagan, nimasinidir ma'qul ko'rmasdan yemay qo'ygan bir kunda. O'shani deb tushib ketgan, 2-3 kun oldin bo'lgan voqea bu. Ertasiga to'g'ri yem, yana to'g'ri oziqlantirib boshlagan bilan ham birdaniga o'sha 41 ga chiqmaydi. Ko'tarilmaydi. Bir kamida 3 kun, 4 kun o'tadi. Katta xo'jaliklarda juda bilinadigan narsa shu. Shu bir xil nimani ushlab turishga harakat qilinadi, bir xil ozuqani karmoviy stress bo'lmasin yoki ratsion buzilib qolmasin yo boshqa narsa bo'lmasin deb turib. Bilaman, ratsion buzilgandan keyin u o'ziga kelmaydi, 3-4 kun ichida o'ziga kamida 3-4 kun, ba'zida 2 haftalab ketadi, yana o'sha pikka chiqib oladi. Eng kam 1 hafta ketadi. Eng kam, hozir keyin bir qoyil qolganim bu yoqda. Hozir somonni tayyor qilib, bu ertagami bu, Bektam aka? Ha. Mana akalar ideal somon deb nom bersak bo'lsa kerak bunga. Hamma narsa ideal bilan nomlanadi endi bu yoqda. Somonni maydalaganda drabelkamiz bu yoqda oddiy drabelkamiz. Adashmasam bir 8 lik motormi? 8 lik motorga o'xshab turibdi kattaligidan. Shunday maydalagan. Endi maydaligini eng maksimaliga 5 santimetrlar hisoblansa, bu eng yirigi ham bir 4 santimetrlar atrofida ko'rinyapti. 5 santimetrgacha eng yirigi maydalanishi kerak bo'ladi. Keyin bu yoqda ham mana bu beda. Bular solmayman men. Bular solmaysiz, bu tagiga solasiz. Bular maydalab tagiga tashlayman bular. Aytaman, bu naryoqda. Qozondagi narsaga o'xshamayapti-da. Naryoqda. Lekin buni bunda maydalaymiz. Ha, o'sha yerda maydalanganini ko'rsangiz bo'ladi. Mana shunaqa oddiy sharoitda maydalanadi akalar. Mana. Mana maydalangan mana. Mana maydalangan. Keling. Pichog'ini tez-tez o'zingiz qarab almashtirib turasizmi deyman? Ha, almashtiraman. Ba'zi joylarda drabelkani ham havas qilib, juda nima qilib olib kelishadi-da, bir 6 oylardan keyin o'sha pichog'i ham o'tmas bo'lib qolgandan keyin ham ishlab turaverishadi. Menga ham e'tibor berib, pichog'ini ham yangilab turish kerak, yo o'tkirlatib turish kerak. Shunga e'tibor berishimiz kerak. 1 kunlik sutimizni samarasi bilan pichoqni almashtirib qo'yishligimiz mumkin. Shunda Bektam aka hozir bizda mana bu somonimiz dag'alozqa. Endi o'tlar, dag'alozqa mana bu Makka poyasi. Men bunaqasini hali ko'rmagandim.
ko'rmagandim deganim, biz faqat hozir professional silis maydalangan mana silis bosilgan. Shular keyin somon, beda uchalasi dag'al o'rniga maydalanadi. Shunda hozir bu makka silisimiz umuman yo'q. Yo'q, makasilas berganmiz yo'q. Ha, makka silis bo'lishi shart degan tushunchalar ham bo'lib qolyapti oxirgi vaqtlarda. Makka silisi bo'lishi shart. Bu endi hozir keyingi yilga makka silisi bosiladigan planmi yo shunaqa ketadiganmi? Menga bu qorong'i endi xo'jayinlar. Ha, xo'jayin nima desa, o'zlari biladi-da. makka silisi bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Конечно, yaxshi bo'ladi. Makka silisini sifatlisi bo'lsa, uni tarkibidagi makka yana bitta narsa eslatib o'tamiz. Hali ham yuribdi ekan, kecha bitta joyga borganimizda makka silisini sotishmoqchi bo'lgan akamiz, reklama ham chiqaramiz erta-indinga. O'shanda makka silisini ko'rishar ekanda, buni doni yo'q deb ketishar ekanda. Doni o'zi aslida bo'lib turib, u maydalangan bo'lishi kerak aslida. U maydalangan bo'ladigan bo'lsa, u aslida to'g'ri silis bo'ladi. Agar maydalanmagan bo'ladigan bo'lsa, u o'sha molni axlatidan, tezagidan yirik chiqib ketadi. U aslida yo'q hisobda. Yo'q hisob. Shunaqa. 1,5 kilo kunjara. Bu ivitilgan yemni endi nimaga qo'yasizda? Sog'inda. Ha, mana xashak solaman manda. Ustiga qo'shib beraman. Sog'inda mollarimiz bemalol chiroyli maza qilib sog'dirishliklari uchun bu tayyor ratsionimiz ustiga mana bu yemni qo'shib berar ekanlar akamiz. Xo'p, mana buni vobshe suvdiki bu. Ha, suvi shunday ochib, shunday berish ekan. Mana aka, texnologiya. Suvi doim kelib turishligi, doim suv tursin deydigan bo'lsa, ko'pchilik har xil nimalar o'ylab yotadi. Mana shunday osongina, bu ham bir g'oya, bu ham bir ideya, bir-birimizdan mana shunaqa ilmni almashib o'rganaveramiz. Mana bunda ikkinchi yem, buni ham aka tayyor qilib qo'yibdi ekanlar. Keyin mana yana bitta eslatma. Mol mashlarni yemaydi, yesa ham hazm qilishligi bir masala. Buni otashingmi? Yo'q, endi umumiy aytaman-da, boya agar tasavvur qiling, siz drabilkangiz zo'r-ku. Drabilka yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, buni aksariyat mana shunaqa yotadi-da. Keyin beda poyasini asosiy vitaminlari bedani poyasida bo'ladi deydi-da. Bu agar maydalanmaydigan bo'lsa, mol yemaydi, yesa yoki to'g'ri hazm bo'lmaydi. Bedada yo'qotilishli bo'lishligi mumkin yoki somon to'g'ri hazm bo'lmaydi molning ichida. Hop, mana bu sog'in sigirlarimizmi? Bu unajinali. Unajinmi? Sog'in sigirlarimiz qayerda endi? Tog'lardan. Yo'qda. U yurganmi? Ha, chiqarib keladi. Nari orqaga o'tib ketgan. Mashalloh. Bu iktam aka qaysi necha litr sut beradi buni endi? 12 litr, 13 litr beradi bu. Necha litr? 12. Sutkasiga 26-27 beradi. Hozir bular har xil beradimi? Baribir shunaqa bo'lsa kerak, eslacham bir. Har xil beradi bular. Ana qora ham shunday bir xil mana sat govoq ko'proq beradi, govoq kamroq beradi. Bu nechinchi qorin bular? Bu nechinchi qorin, u nechinchi qorin ular? Ben bilmayman qorinligini, men aniqlaganim yo'q. O'ktam aka. Ha, balon nima bu? Arg'imchoqmi endi? Ha? Ha, balon. Bu balonni qo'yganimiz u yoqqa o'tib tashlanadi. Ha. Bu bo'yinlarini qashiydi, boshqa qiladi. Manda qilib o'ynaydi bular. O'sha balonda bor va? Ha. Komfortni. Ha, u Jaydaricha komfort uchun. Bu bir mahal ko'ramanda, kelib qashlanadi, bo'yinlarini, badanlarini aniq qilib, rosa o'ynashadi. U seravna aniq qiladi-da, bir joyini qashib, bo'y yetadi, bir joyga yetmaydi bo'y. Boyaga cho'tkali nimalar bor-ku, o'shandan ham bitta bor. Bitta emas, ichkarida bor. Ichkarida sog'in tarafdami? Ha. Shotkalar bor, hammasi. Mana qarang, ko'ryapsiz? Mana bu yoqda. Ana shunda anaqa qiladi, o'ynaydi. Mana ko'rsatyapti nima qilishini. Bu ham bir anavi-da bunga. O'zini yaxshi his qilishligi uchun o'yinchoq. Mana shunda o'zlarini so'kaydi, boshqa qiladi. O'shaning uchun ilib qo'yganmiz bunga. Hozir ko'ryapsizlar-ki, umumiy qaraganda mollarni nima deydi? Yotgan joyi yoki ovqatlanadigan joyi, suvdagi ta'minot, komfort, hamma narsa yetarli qilinganda imkon boricha. Endi kamchiliklar bor. Kamchiliklarni to'g'risi gapiradigan bo'lsak, tepadagi qismi
shunday yopib tashalgan. Men uni endi oqlay olmayman. Baribir amyak gazlari yig'ilib qoladi. Lekin umumiy holatda mana bu suvga 5 baho bermoqchiman. Tozaligi. O'ktam aka necha kunigami yo necha kunda bir tozalaysiz buni? Buni har kuni bir tozalaymiz. Har kuni bir mahal tozalaysiz. Buni ko'rinib turibdi, unda qilgan vaqtingizda shilimshiq modda ko'payib qoladi-da. Yo'q, men har kun Sizga umuman yo'q ekanda mana shu narsa. har kun bir tozalaymiz. Suvni ichiga qarang. Yurgan mollar bir vaqtda o'zida ham yurib, ham o'ynayapti, ham xohlagan vaqtda bunday ovqatlana olyapti, xohlagan vaqtda suv ichib keta olyapti-da. Shu 3 ta 4 ta komfort ovqatlanish, suv shu kabi holatlarda yaxshi qilib qo'yiladigan bo'lsa, ideal ko'rinma beradigan bo'lsangiz, sigirlaringiz potensiali qanchalik bo'ladigan bo'lsa, shunga maksimalga olib chiqib beradi, xudo xolasa. Qani, Beda bilan somon, endi silisimiz makapaya bunisi beda. silis o'zicha bir mavzu-ku. Lekin beda bilan somonni saqlaydigan holat nimamiz, sharoitimiz imkon boricha bir tepadan namli bo'laverib, namlikni ustidan uni mog'or qilib achitib yuboradigan holat bo'lmasa bo'ldi. Bu holatda ko'rinib turibdi, ichidagi mana bedani ichidan hech qanaqa bir nima yo'q, namlik o'tgan emas, imkon boricha chiroyli qilib yopilgan. Shunga nimamizni, bedamizni sifatini, somonni sifatini yaxshi saqlaydigan bo'lsak, hech qanaqa mog'orlamaydi. O'zi bittagina shu mog'ordan qochsak bo'ldi. Shu mog'ordan qochib, somon bedamizni mog'orlatmasak, o'shandan keladigan zararli narsalarni olib qolamiz. Ko'p joylarda ozginagina mog'or bor-ku, degan bir kamchiliklar bo'ladi. Keyin uni ham yomon tarafi o'sha beda yoki somonni mog'orlagan joyini tashlab yuborishlikdan ko'zi qiymaydi, yuzi chidamaydi-da, buzoqlar tagiga yoyib yuboradi. Keyin o'shandan buzoqlar, qo'y-qo'zilar zaharlangandan keyin vetvrachlarga ish ko'paygandan vetvrachlarimiz salomat bo'lsin, doim kerak bular bizga. Lekin bo'lar bo'lmasga ularni ham chaqirib vaqtlarini olishligimiz ham to'g'ri emas. Lekin mana shu narsani zo'r qilingan ekan. Imkoniyatdan kelib chiqib turib, masalan aytmaymiz bizlar bir xonaga kirgizib bosing, yo bir uni tommi tagida qiladigan, tepadan tommi tagiga bosilgan ekan. Tepani ko'rsatib Bolalar bor, tepada ham joylashtirganmiz. Masalan aynan mana shunday bo'lishi kerak deb talab qilinmaydi yoki shu narsa bo'lmasa bo'lmaydi emas. Asosiysi ustiga yomg'ir yog'masin, mog'orlamasin. Endi imkon boricha yopiq joyda turgani ma'qulroq. Shunga har kim o'zining sharoitidan kelib chiqib shunday qilgani yaxshi. Keyin O'ktam aka, mana baklashganlaringiz nima? Nosvoymi bu? Bu baklashganning ichida ana mayda mandaqa toshlardan anada kling solingan. Salafan bo'ladi-ku, qattiq sovuq bo'lgan salafan tashlab, bostirib qo'ying, shamol ko'tarmasin. Mana u nimanimi? Klyonkani. Klyonkani. Salafanda. Keyin O'ktam aka baribir kelib turib zo'r deb maqtay yurish ham noto'g'ri-da. To'g'ri bilan aytmoqchi bo'lganim, o'zi aslida mana shu salafan 100% ga kerak emas edi. kerak emas. To'liq olib tashlashlikni o'zi to'g'riroq bo'lardi. Bu sovuqda keyin sovqotmaydimi? Yo'q, sovqotmaydi. Molga azob beradigan bitta narsa skvoznak endi. Boyagi skvoznak. Yilvizak, O'sha yilvizak bo'lmaydigan bo'lsa bo'ldi. Hozir siznikida bu nabarot minusiga ishlayapti. Molni ko'pchilik o'ylaydi, men o'sha yerga boryapman, o'zimni haroratda yaxshi his qilmayapman. Shu holatda agar men o'zimni yaxshi his qilmayotgan bo'lsam, sigir ham yaxshi his qilmayapti degan xulosaga boraveradi-da. U biz kurtkada yuribmiz, hozir ularga ham kurtka kiydirishimiz kerak degan emas. Ularga aslida ideal temperaturani hozir Google'dan ham qarasa bo'ladi, ChatGPT'dan ham so'rasa bo'ladi. Necha gradus kerak ularga? O'rtacha -6, -7 dan, ba'zi joylarda -10 gacha deyiladi, +20 gradusgacha bo'lgan oraliq eng maza qilib yuradigan oraliq. U degani -10 dan pastga tushsa ham yuraveradi deganida, u maza qilib yuradi degan holatda aytyapmiz biz. Agar -10 dan ham pastga tushadigan bo'lsa, agar bizni sharoitimizda hech qanaqa yilvizak bo'ladigan bo'lmasa, hech narsa qilmaydi. Ular hozir bu yerda qarangda Shahobilda. Bu yoqni shunday olsangiz, hozir tepa yopilgan bizda. Hozir pastdan-ku havo kiryapti. Lekin tepa qismlari ichida, boyagi videoni boshroqda ko'rsatsak, ichida tepalar ham yopilganda. U holatda nima bo'ladi? Molni o'zini tezagi tushgan, u xolang olib tashlamasin, pastda baribir bo'ladi u narsa. U gazlanadi, amyak gazlari tepaga ko'tariladi.
tepaga ko'tarilgandan keyin u hech qayoqqa chiqib keta olmasa, qalinlashib boraveradi. Qalinlashib borgandan keyin mol o'shandan nafas olib, ammiak gazlari afsuski xohlaymizmi xohlamaymizmi molni o'pkasini ko'p joylarda chiritib qo'yayotganini ham eshityapmiz. Ko'p joylarga hali yetib ham bora olmadik, lekin telefonda gaplashsak boshqa holatlarda ham eshitib qolyapmiz. Shu yopiq holatlarda molni qiynab qo'yapti yoki qo'yni qiynab qo'yapti degan holatlar ko'p eshityapmiz. Imkon boricha mol o'zini qanday yaxshi his qiladi, undan keyin molga qanaqa havo kerak, toza havoni qanaqa ko'rinishda ta'minlab beramiz, sharoit qanaqa bo'lishi kerak degan proyektlar bilan bosh qotirsak to'g'riroq bo'ladi. Endi sizga savolim, qanday bu Ideal Agrarni mahsulotlariga to'g'ri kelib qoldingiz deymizmi yoki qanaqa sizga yetib keldi? Bizga yetib kelish xo'jayinim shu o'qib keldilar treningga, chorva bo'yicha. O'sha yerda bir-birlariga maslahat solishganda shu Ulug'bek aka bilan tanishib qolganlar. Keyin Ulug'bek aka tavsiya qilganlar. Biza buni o'sha boya aytganimdek uzoqdan olib kelardik. To'ytepadan, Bardanko'ldan olib kelardik. Biza birinchi ideal ko'rimni o'sha sigirga, qo'yga, ya'ni qo'chqorlarga, bizada qo'chqorlar bilan sigirlarga berardik. Keyin Vilafos tanishdik Vilafos bilan. Hozir hammasi kompleks. Boya aytganingizdek, Vilafosda o'zini mikro-makro elementlari bor. Hammasini o'sha me'yorida ratsion qilib olganmiz. Masalan, yemga qancha miqdorda berilishi bor, mishalkaga qancha qo'shiladi. Bular hammasi biz grafika qilib qo'yganmiz. Ya'ni misol uchun bitta molga qanchadir miqdorda ketishini hisoblab turib, mishalkaga misol uchun qo'shamiz, kilogramm nechadir kilogramm, Vilafos qo'shiladi, o'zini grammlari bor. Nima uchun bu narsadan foydalanyapmiz? Juda ham biz yaxshi foyda ko'rdik. Effekt berdi. Effekt juda katta effekt berdi. Ya'ni 80% ga biz effekt ko'rdik shu mahsulotdan, ideal ko'rimdan effekt ko'rdik. Ungacha biz har xil ko'rimlar berib ko'rganmiz. Haligi aytgandek ko'rib baribir yaxshisida to'xtalasiz-ku. O'shaning uchun ham biz mana G'iyosjon ukamga iltimos qilganmiz. Hozir Xudoga shukr anaqamiz yo'q. Qachon borsak yo telefon qilsam, mana bu ukam, Shahboz ukam jo'natadi. Umuman kanda qilmaymiz. Agar kanda qilsak, litraj ham tushadi, sifati ham tushadi. Chunki buni biz amaliyotda sinab ko'rdik. Shuning uchun sizlarning mahsulotinglardan biz juda ham minnatdormiz. Granulani tavsiyasini qanday sizga yetib keldi? Buni G'iyos tavsiya qildimi? Ha, granulani menga G'iyos telefon qildilar-da, aytdilarki, shu opa bitta anaqa qilib ko'ring, tavsiya qilaman, 70 ga 30 dedilar. Biza gruppaga kirsak, lekin gruppada hali yozilmagan ekan. Ideal Agrari gruppasida yozilmagan ekan. Men G'iyos ukamning gruppasida borman. Endi sizlar bormisizlar, yo'qmisizlar? Men juda ko'p o'zim yozib turaman. Boshqa mahsulotlarni anaqa qilmayman. Kechagina bizani hamkorlar bor ekan. Hamkorlarga ham aytuvdik, ular ham juda mamnun. Chunki sut quyuqlashda boya aytganimdek, litrajga ham ozgina ko'paydi, asosan quyuqlashdi. Ya'ni mahsulot sifatli bo'ldi. Anaqasi. Xalqimizda qaymoq sevib iste'mol qilinadi. To'g'ridan to'g'ri qaymoqni o'zi ham, pishiriqlarga ham ko'p qo'shiladi. Bu hozir birinchi oldingi yangiliklardan bo'ldi. Ko'pchilikda xabari bo'lmasa, ideal ko'rinma berganimizda ishlab chiqarilish boshlanganda ko'pchilik maqtov eshitildi. Maqtov berishdi, sutimiz 2 barobarga ham ko'tarilib ketdi degan joylar, undan ham oshiq ko'tarildi degan joylar bo'ldi. Endi oxirgi yangiligimiz bo'lgan, hozirgi ideal ko'rimni yana alohida granula ko'rinishda chiqqan joy bo'ldi. Endi xabari bo'lmaganlarga aytayapman. Aynan shu nima deydi, yog'liligini. Quyuqlik darajasi, jирность baland bo'lishi. O'sha ruscha so'z ishlatim kelmayapti. Quyuqlik darajasi. Quyuqligini, yog'liligini ko'tarildi. Bu ayni xushxabar bo'lgani, qaymoqqa ishlaydigan opalarimiz, singillarimiz uchun asosiy yangilik bo'ldi. Ispitaniya qilib ko'rsangiz, hamma hamkorlarimizda bor. Ideal Agrarda qayerda hamkori bo'lsa, to Andijondan tortib Qoraqalpog'istongacha yetib borgan shu mahsulotimiz. Bir shu qo'llab ko'rsangiz, tajriba qilib ko'rsangiz, shu 2-3 kundan boshlab ko'tarilganini his qilasizlar. Bizga o'xshab mol boqadiganlarga, katta kichik fermalarga, xonadonlarga tavsiya qilardim shu mahsulotdan foydalanishligini. Inshaalloh foyda ko'rishsa ko'rishadiki, zarar ko'rishmaydi. Lekin hammasini me'yorida o'sha ratsionini maslahatlashib, sizlar bilan Telegram, Instagram gruppalarga anaqa qilib yozib yoki bo'lmasa mana G'iyosjonning emxonasi bilan maslahatlashsa kam bo'lishmaydi. Xudo xolasa. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.
chunki Alloh- biza shu mahsulotdan foyda ko'rdik. Alloh foydalisini Sizlarga bersin. katta Sizga rahmat. ham katta rahmat. Ishinglar bardavom bo'lsin. Rahmat. Barakanglarni, omadinglarni Amin. bersin. Katta Sog' rahmat. bo'linglar. Xo'p. Rahmat opajon. Hop. Xo'p.